Dasturimiz davom etadi. Xatirchi tumanida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida ehtiyojmand oilalarga yordam ko'rsatgan holda ularning turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha amaliy seminar tashkil etildi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Kambag'allikdan farovonlik sari ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam ko'rsatgan holda kambag'allikdan chiqaramiz shiorini qamrab olgan mazkur seminarda hududdagi mahallalarda aholining bandligini ta'minlash, ishsizlikni kamaytirish va fuqarolarning daromad manbalarini kengaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishildi. Unda tuman mas'ullari, kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi rahbariyati, shuningdek mahallalarda faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari hamda tegishli mas'ullar ishtirok etishdi. Jarayonda turli sohalarda yo'lga qo'yilgan bandlik loyihalari, xususan oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va kichik ishlab chiqarish yo'nalishlaridagi tashabbuslar o'rganildi. Bundan tashqari aholiga subsidiya asosida ajratilgan uskunalar, kreditlar hisobiga ochilgan yangi ish o'rinlari va qisqa muddatli kasb-hunar kurslari orqali va ko'plab fuqarolarning bandligi ta'minlanayotganligi ish tajribasi tahlil etildi. Mana shu chakka boshlaganimga bir 10 yildan oshdi. Oldiga 200 kilo, 300 kilodan boshlaganman. Asta-asta ko'paytirib shu 1 tonnagacha chiqardim. Hozir 1 tonnadan 3 tonnagacha olamiz. Oyiga daromadim 15 milliongacha daromadimiz bo'ladi. 5 ta 6 ta qizlarni ishlataman. Ularni shu oylik bilan ta'minlaymiz. Yana bitta erkak ishchimiz bor. Shuningdek, ishsiz fuqarolar ro'yxati asosida manzilli yordam ko'rsatish hamda har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi loyihalarni shakllantirish bo'yicha ham takliflar va tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. 2022-yilda oktyabr oyida malina bog'ini tashkil qilgandik. Mana bugungi kunga kelib, mana qariyb 3 yil vaqt bo'layaptiki, malinachilik bizni iqlim sharoitimizga, tuprog'imizga mosligi, ser hosilligi bilan yildan yilga buni hosildorligi ham oshib boryapti. 10 sotix maydondan o'rtacha 1,5-2 tonnagacha malina hosilini olish mumkin. Buni ko'pchilik dehqonlarimiz foydalanib, o'zlarining yerlarida qancha ko'proq yetishtirsa, xalqimizni dasturxonida ham mulkchilikka olib keladi, ham ularning daromadi oshishiga sabab bo'ladi. Albatta, bu kabi tadbirlar aholining turmush farovonligini oshirish, mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.